Assalomu alaykum jigarlarim, yaxshimisizlar? Bizni bir shogird bor, yaxshi bola. Shu savol beryapti, ustoz. Yaxshi bir joyda qimirlamay 4 yil 5 yillab ishlash uchun nima qilish kerak dedi. Uning uchun bir joyda 5 yil 6 yil yaxshi ishlash uchun, hurmat orttirish uchun kasbni yaxshi o'rganish kerak. Kasbingizni hurmat qiladi insonlar, kasbni o'rganish kerak. Kasbni o'rganganingizdan keyin sizni qanaqa inson bo'lishingizdan qat'iy nazar, kasbingizni ustasi bo'lganingizdan keyin sizni o'sha kasbingiz uchun hurmat qilib ishlatadi bir joyda. Agar kasbni o'rgana olmasangiz, qo'lingizdan kelmasa, tilingizni chaqlashingiz kerak, ko'proq yalashingiz kerak. Ular direktorlarga yoqadi. Shuning uchun nima deymiz? Yo kasbni o'rgan, yo tilingni chaqla. Tilingni chaqlagandan keyin direktorning ko'tini yalasang, sugachda qilib tursang, u direktorga yoqadi. Bu ham bir 3 yil 4 yilga umringiz uzoq bo'lib bu joyda ishlashingiz mumkin. Shuning uchun men yoshlarga motivatsiya beramanki, kasbni o'rganing. Til chaqlash kerak emas. Bizga xos emas. To'g'rimi jigarlar? Shu gapim rost bo'lsa bitta like bosinglar. Til chaqlanganlarga tashlab yuboringlar.